Biz bugun tabiiy Viagra'ni qidirib kelganmiz. Bu joyga shunaqa chekka qorong'u joylardan kirib borilar ekan. Odam. Bu yoqda ham odam. Mayimiz obunachilari bizni bosh kichirini Qopqoq dadasiga keldik, joyiga keldik. Va bu quritilgan dumbi ekan. Yana qalampirga uralgan, ustiga qurt sepibdilar, вообще. Quyilgan 3 ta qazisi, 2 ta yog'i, yemamiz bilan. 135 ming. 135 ming. Uchta qozon bo'ladi, oxirgi qozon tugaydi. Kechgacha tugaydimi javobni? Soat 9:30 gacha joy. 9:30 gacha tugar ekan. Hamma xohlagan joyga o'tiraverar ekan, zo'r ekan. Bu nimaga foydamiz bu ovqat? Men hamma shuncha talab. Qatdan shuncha talab aka? Erkakishga quvvat. Yomon javob berdilar. Xullas, yeb ko'ramiz do'stlar. Mana quyruqchalarini qo'yib oldim. Wow! O'zgacha ta'm, o'zgacha maza. Quvvatni oshiradi, qizlarni shoshiradi. Men tanimaydigan 7 yot begona insoningiz navbatchilik qilib beraveradilar sizga, ichib ketaverasiz. Bu ovqatning nomi tabiiy Viagra. Mana. Rahmat. Aynan Gulbozorda joylashgan ekan. Mosh kishirini yeysiz, quvvatni oshirasiz, gulni olasiz, uyga borasiz. Ikkalalaringda ham kayfiyat zo'r bo'ladi.